siz Ender Dragon haqida bilarmidingiz? Bugun videoda shuni o'rgataman. Ender Dragon u Endning asosiy narsasi bo'lishi mumkin. U Endda spawn bo'ladi. U tasodifan o'yinchilar bir kuni Ender ko'zi bilan Blaze'ni yaratib yorib, Ender Pearl'ni birdan yaratib yorib, oxiri Ender Dragonning portalini ochishgan. Va shundan keyin u End olami, Overworld End olami bo'lib qolgan. Ender Dragon esa hipsi 200 ta jon bo'ladi. Uni o'ldirish u Minecraftning oxiri hisoblanadi. Lekin Minecraft tugatganingizda ikkita do'st bir-birini gaplashgani chiqadi. U Ender Dragon sizga hujum qiladi. U noskash, nos tupurib odamni asabini buzadi. Ender Dragonni men noskash kaltakesak deb atayman. Ender Dragon esa qadimda Ender Dragon Endni boshqargan. U Overworldda bo'lmaydi. Asosan ham Endda bo'ladi. Endda yurib, Endermanlar orasida yurib Ender Dragonga aylanib ketgan. Hozirda u Ender Dragon 18-noyabr 2011-yil Minecraftning 1.0 versiyasiga qo'shilgan. Bo'pti, do'stlar, devormayman-da. Ayrim narsalarga qaraganda Ender Dragonning boshini olsak bo'ladi. Do'stlar, videomiz tugadi. Sizlar bilan men Rayzojon fakt bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar do'stlar. Ishlarga omad, rivoj.